Homilador ayollarda yashirin o'tadigan bir kasallik bor. Shu kasallik haqida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Bu homiladorlik pilonefriti deb nomlanadi. Ayrim bir infeksiyalar yoki mexanik ta'sir sababli buyrakda yallig'lanish ketadi. Bu oqibatida ayollarda homiladorlik davri og'ir kechishi mumkin va asoratli kechishi mumkin. Uni yaqqol simptomlari yo'q. Ayrim hollarda umumiy charchoq, holsizlik, belda simillagan og'riq kuzatilishi mumkin. Agarda sizda yoki sizni ayolingizda yoki sizni tanishingizda shu holatlar doimiy charchoq kuzatilsa, u yaxshi dam olib, ovqatlanib, to'yib uxlab turgandan so'ng ham o'tib ketmasa, albatta har ehtimolga qarshi umumiy peshob tahlilini topshirib, ginekolog va urolog bilan maslahatlashib, uni doimiy ko'rikida bo'lish kerak. Boya aytganimdek, agar bu kasallikni vaqtida aniqlanilmasa, u homiladorlik davrida asorat berishi mumkin va homiladorlik davrini qiyinlashtirishi mumkin.